Ja italyanskiy bo'lmasa ham o'zimizni sharxonskiy bedanalar. Sayrashini eshitding buni? Xuniy bir. Katta bo'lib ketganini ko'ring buni. Nasib bo'lsa 40 kunlik bo'ldi. Har kun orqasini to'layman, ertalabda kirib, birorta tuxum bormi ekan deb. Juda hayronman, kimdir 40 kun deydi, kimdir 45 kun deydi, kimdir 42 kun deydi, kimdir va shu 35 kun deydi. 35 kunda tuxumga kirmasligi bu 100% ekan. Berekan yemimizda ham o'zi 10 xildan oshiq vitaminlari bor. Jussalari ancha kattayib ketdi, o'zi bir siqimida, yaqin 10 kunlarda ham o'zi bir siqimdan ham kattayib ketdi. Ayniqsa oqlari va действительно yemaxo'r ekan. Maza qilib yurishdi. Hamma sharoit bor. Issiq desa issiq suv, vitamin hamma yo'g'i bor, yemlari oshig'i bilan. Gazyo'llar cho'ta tug'mayapti-ya. Cho'ta hayronman o'ziman. Har kuni tuxumini poylayman bu yulgurlarda. Mana bir yangilik bo'lsa obязательно bo'lishaman. Bir sayrovni eshittiray deb bir bo'lishdim-da. Juda bir xunuk zaydar ekan bor u inkubatorlar.